Labbay oyi. Ishga ketib qoldingmi, bolam? Ha, ishga ketdim. Ha, 2 dona shashlik yegim kelganda, o'g'lim, olib kelib berasanmi? Xo'p bo'ladi, onam. Hozir olib kelib beraman. Xo'p. Qo'shni, kecha futbol ko'rdingizmi? Shuncha o'ralmay qoldim deydi. Uxlab qoldim. Assalomu alaykum qo'shnilar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Shunaqa zo'r momentlar bo'ldi. Aka, mana zakasiz 6 ta putko'y 2 ta non. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' Keltiring. bo'ling. Qo'shningizni qarang. Tayyor mashinasi turib o'sha piyoda borib ketdi. Ha, gapirmang. Juda ziqnadi. Chaqiring yediramiz. Qo'shni. Qo'shnilar, nima gap? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qo'shni, ajoyib odamsiz-a. Tayyor mashinasi turib piyoda o'sha yoqqa borib kelganingizni qarang. Juda ziqna odamsiz-da qo'shni. Ha, gapingiz to'g'ri. Mashinam bor, pulim bor. Lekin yoshligimda bir gap eshitgandim. Agar qaysi farzand onasini xursand qilish uchun yoki onasini taomlantirish uchun yer bosib yursa, Xudo uni har bir bosgan qadami uchun 7 qavat yerni og'irligicha ajr berar. Shuning uchun har doim piyoda borib olib kelaman. Yaxshi o'tiringlar. O'zga o'zi gap bila olasiz, qo'shni.